Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan oddiygina, yumshoqqina va mazali varenyali pirog tayyorlaymiz. Xamirini stol ustida tayyorladim. Agar xohlasanglar, chuqurroq, kattaroq idishda tayyorlasanglar ham bo'ladi. Stol ustiga 2 stakan 300 gram un solamiz, 1 choy qoshiq razriqli til, 1 chimdim tuz solib yaxshilab aralashtirib olamiz. 150 gram margarin yoki saryog'ni unga aralashtirib qirg'ichdan o'tkazib olamiz. Xohlasanglar saryog' yoki margarindan foydalanishingiz mumkin. Men margarindan foydalandim. Endi margarinni qirg'ichdan o'tkazib olgandan so'ng unga aralashtirib, uqalab, yaxshilab aralashtirib olamiz. Aralashtirib olganimizdan so'ng o'rtaga baland qilib to'playmizda, o'rtasini salgina ochib qo'yamiz. Idishga 2 dona tuxum chaqib olamiz. Bitta tuxumni sarig'ini pirog ustiga surish uchun olib qo'ysanglar ham bo'ladi. Endi tuxum ustiga 60 gram shakar solamiz. 1 osh qoshiq sut solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Tuxumli aralashmamizni, unli aralashmamizni ustiga qo'yib, xamir tayyorlab olamiz. Birinchi vilka yordamida aralashtirib oldimda, keyin qo'l bilan qildim. Mana ko'rib turganingizdek qilib, tepadan pastga shunday qilib bossanglar, o'zi aralashib xamir bo'lib juda ham oson bo'ladi. Stol ustida ham tayyorlash. Qattiq qilib xamir tayyorlab olamiz. Xamirimiz yumshoq bo'lib qolmasligi kerak. Unni shu xamirga yaxshilab singdirib, yaxshilab shuni xamirni tayyorlab olamizda selofan paketga solib, stol ustida 30 minutga qoldiramiz tindirish uchun. Xamirimiz 30 minutdan keyin tingandan so'ng xamirdan ozgina bo'lib pirog ustiga bekitish uchun, bezash uchun olib qo'yamiz. Ikkinchi katta bo'lagimizni usti va tagiga un sepib, yoyishni boshlaymiz. Xamirimizni yuqaligini 4-5 mm qilib yoyib olamiz. Xamirimizni yoyib olgandan so'ng pishiriq pishiradigan qog'oz yoki kattaroq listga solib olamiz. Yoyilgan xamirimizni chetlarini mana ko'rib turganingizdek qilib kesib chiqamiz. Pichoq yordamida kessanglar ham bo'ladi. Mana chetlarini kesib olganimizdan so'ng chetlarini o'rishni boshlaymiz. O'rib olamiz. Mana ko'rib turganingizdek qilib chetlarini o'rishni yaxshilab ahamiyat beringlar, qanaqa qilib o'rilishiga. Chetlarini albatta sal balandroq qilib ko'tarishimiz kerak, o'rib. Agar chetlari balandroq bo'lmasa, o'rilmasa, varenya solganimizda, o'rtasiga varenya solganimizda chetlariga oqib ketishi mumkin. Shuning uchun chetlarini sal balandroq qilib o'rib chiqamiz. Mana juda ham oddiy, juda ham oson o'rish. Mana chetlarini o'rib olganimizdan so'ng qo'limiz bilan chetlarini ozgina bosib chiqamiz, yaxshilab yopishtirib chetlarini. Endi o'rtasiga 350 gram varenya solib yaxshilab tekizlab olamiz. Xohlagan varenyalardan foydalansanglar bo'ladi. O'rikli, olmali, gilozli, men qulupnoyli varenyadan foydalandim. Sizlar xohlagan varenyalardan foydalanishingiz mumkin. Endi boshida bir bo'lak olib qo'ygan xamirimizni ham yuqa qilib yoyib olamiz. Bu pirogni tepasini bezash uchun yuqa qilib mana yoyib olganimizdan so'ng ingichka bo'lakchalarga bo'lib chiqamiz. Kesilgan xamir bo'lakchalarini pirog ustiga yopishtirib, pirog ustiga qo'yib, pirogimizni bezab olamiz. Pirog ustini bezab olganimizdan so'ng ustiga tuxum sarig'ini surib chiqamiz. Duxovkani oldindan yoqib qo'yamiz. Qizigan duxovkada 180 gradusda 20 minut davomida tepasi qizarguncha pishirib olamiz. Pirog tayyor bo'lgandan so'ng sovigandan keyin kesamiz. Pirogimiz mana sovidi, tayyor bo'ldi. Juda ham mazali bo'ladi, yumshoqqina. Sizlarga ham albatta tayyorlab ko'rishingizni tavsiya qilaman. Video yoqqan bo'lsa kanalimizga obuna bo'linglar.
fikr mulohazalaringizni kutib qolaman. Keyingi videolarimgacha ko'rishguncha